Assalomu alaykum, hurmatli Samoptim chorva obunachilari, tinchmisizlar, omonmisizlar? Mana bugun biz Husaynjon akamizning fermalariga kelganmiz. Bo'g'oz sigirdan ko'rsatib o'tamiz. 2 tug'ilgan, 3-qoringa 5 oylik bo'g'oz. Narxi qancha ekan buni aka? 15,5 yo'qmiz, kammi? Yo'q, 15,5 qimmat. Obunachilar uchun kelishiladigan, bo'ladigan joyini ayting. 15,5 dan o'tib beramiz. 15,5 dan emas, 13 milliondan o'tib berasiz 100 ming. Yo'q. Obunachilar uchun. Bu ham Sam Optim chorva obunachilarini aloqaga chiqishsa 13 milliondan 100 ming o'tib berasizmi? Bo'ldi, toptoza 13 million. Kammi? Bo'ldi. 13 million 500 ming. Bo'ladimi? Bormi barakangiz? Bo'ldi, 15 million desa olib beraman. Yo'q, 15 million emas, 15 million qimmat. 13,5 million bo'lsa, mana 2 tug'ilgan, 3-qoringa 5 oylik bo'g'oz. Obunachilar uchun 13 million 500 mingga. Bormi baraka? Barakangiz bormi aka? Yo'q. Xo'p, mayli, 14 milliondan qancha o'tib berasiz? Molingizni pastga urmaylik. Mayli, siz uchun 14,5 qilib beramiz aka. Yo'q, 14 milliondan o'tib beradiganingizni gapiring, o'tib beradiganingizni. 14,5. Sizlar uchun O'tmang, mayli. Samoptim chorva obunachilari uchun 14 milliondan 100 ming so'm o'tib berasizmi? U ham obunachilar uchun xayriga. 14 million top toza berasizmi? 14 million. Bormi barakangiz? Barakami? Mana obunachilar 14 million so'mga baraka bo'ldi. 5 oylik bo'g'oz karantinni 2 tug'ilgan, 3-qoringa. Aka, buni 14 milliondan o'tib berasiz obunachilar uchun. Sam Optim chorva obunachilarini aloqaga chiqsa. Siz uchun 14 million so'm Sam Optim chorva uchun Yo'q, qilib berdim. xayriga 100 ming so'm o'tib berasiz. 14 million 100 ming o'tib berasiz xayriga. Xayriga o'tib berasiz. Men obunachilar uchun savdolashyapman, o'zim uchun emas. Bormi barakangiz? Yo'q, 50 ming emas, 100 ming so'm uni ham xarajat qiladi. Bormi barakangiz? Barakangiz bormi? 14 million 100 ming so'm o'tib beralasizmi? Obunachilar uchun. Barakami? Bor baraka. Mana 13 million 900 mingga 5 oylik bo'g'oz, 2 tug'ilgan, 3-qoringa baraka bo'ldi. Kimga qiziq bo'lsa, past nomerlarimiz aloqaga chiqaverasizlar.